Fox Barbershop ochilganiga qancha vaqt bo'ldi? Barbershopimiz ochilganiga 1 yil bo'ldi. Fox Barbershopda kimlar ishlaydi? Fox Barbershopida asosan o'zimizda malaka oshirgan va noldan o'rgangan shogirdlarimizning ichidan saralab olingan kuchli masterlar ishlaydi. Diyorbek, Abdulbosit, Azizbek, Sadriddin, Muhammad Yusuf, Asliddin. Masterlar asosan kimlar? Shogirdlarmi yoki boshqa masterlar ham olinadimi? Hozirgi kunda ish o'rnimizga nisbatan olib qaraydigan bo'lsak, jamoamizga qo'shilmoqchi bo'lganlar soni ko'proq. Shuning uchun ham hali filiallarimiz ko'p emas. Shuni hisobiga faqatgina o'zimizning o'quvchilarimizdan, o'zimizda shogird bo'lgan masterlarning ichidan saralab olamiz. Kelajakda yana filial ochish niyatingiz bormi? Albatta filial ochish niyatimiz bor. Faqat bu narsa o'zini vaqt soati bilan bo'ladi. Filiallarni ochib tashlash, pul bo'lsa, masalan, investor jalb qilib ham ochib tashlash qiyin emas. Ochib qo'yganingizdan keyin uni namunali tarzda yurg'izish o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor. Biz hozir shu ishlashimiz kerak bo'lgan narsalar ustida ishlayapmiz. Xudo xolasa yaqin kelajakda inshaalloh filiallarimizni ham ko'paytirish niyatimiz bor. Shogirdlaringizga 10 ballik mezondan necha ball bergan bo'lardingiz? 7-8 ball qo'ygan bo'lardim. Nimaga 10 ball emas? Chunki men o'zimda ham unaqa yuqori baho bermayman 10 ballik sistemada. Odam o'ziga yuqori baho berish kerak emas. Jamoa bizning oila jamoamiz bo'lgan uchun ham jamoamdagilarga ham yuqori baho bermayman. Doim o'zimizning ustimizda ishlab, kamchiliklarimizni to'g'rilashga harakat qilamiz. Men o'zim ham shu fikrdaman va jamoamdagilarni ham shunga targ'ib qilaman. Har xil musobaqa, bellashuvlar o'tkazib turamiz. Bu narsalar o'zini mevasini beryapti. Misol uchun men o'zim ham bemalol safarlarda bo'lib qolsam yoki ishga chiqa olmagan paytlarim jamoamdagilar meni mijozlarimga bemalol xizmat ko'rsata olyapti. Men bundan xursand bo'laman har doim. Demak, biz to'g'ri yo'ldamiz. Mana yaqinda ham klassika bo'yicha, kuyov imiji bo'yicha musobaqa o'tkazdik. Hamma masterlarimiz juda ham zo'r ish ko'rsatishdi. Men bemalol ayta olamanki, hozirgi kundagi jamoamizdagi masterlar to'y imiji bo'yicha yuqori sifatli ish ko'rsatishyapti. Yaqinda buni guvohi ham bo'ldim o'zim o'sha aytgan chempionatimda. Hammaligi juda ham zo'r ish ko'rsatishdi. Bemalol taklif qilib qolaman. Kuyovlarimizni kelib, bitta to'ydan 3-4 kun oldin kelib qolishsa, bonusiga ko'rsatib ham berishadi. To'yligida qanaqa soch imiji qilishligi, yuz forma, sochligidan kelib chiqib ko'rsatib berishadi. Xudo xolasa yoqsa, to'yda bemalol kelib o'zligini, ya'ni imijligini ishonib topshirishsa bo'ladi.